dunyoga endi birinchi qadamim bosishim aka. Menga ko'rinish sportbay bo'lgan, chiroyli bo'lgan, lekin kubaturasi kichkinaroq, ya'ni o'rganish uchun ommabop bo'lgan mototsikl berishingizni so'rab qolaman degan obunachilarimiz uchun obzorni bitta ko'rib olsanglar, batafsil informatsiyalarni berib o'taman. Misol uchun, men sizga tavsiya beradigan apparatlar mana hozir sotuvda mavjud Yamaha Hero replika apparatlarimiz 200 kuba turadi. Oyog'ingiz tegidan chiqib ketmaydi, oldindan ko'tarib olmaydi. Endi boshlab o'rganish uchun juda ham zo'r variant. Maksimal tezligimiz 130-140 tashkil qiladi. 0 dan 100 gacha bo'lgan oraliq masofani 7 sekunddan 9 sekundgacha haydashingizga qarab bosib beradi. Ushbu texnikani xarid qilish uchun sizda A kategoriya bo'lishi shart emas. O'zbekiston fuqarosi sifatida transport xarid qilish huquqiga egasiz. Inshaalloh ammo boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi, ya'ni A kategoriyasi sizga kerak bo'ladi. Birinchidan, agarda sizga qiziqtirish yo'qotgan bo'lsa, xonadoningizga 0 probeg bilan $2200 dan sotamiz akalar. Pastki raqamlarga aloqaga chiqing. Agarda chetda bo'lsanglar ham bemalol telefon orqali shaxsan o'zimdan oldi berisini qilib, men o'zim mashina gaplashib uyingizgacha jo'natib beraman akalar. Yamaha Hero replika 200 kuba turali 0 probeg bilan shu spravkalarda nomingizga chiqarib beraman. Ushbu texnikani qayerdan xarid qilaman deysizmi? Albatta 2 oylik kanalidan mana bu yerda podpiska tugmasi bor va like tugmasi bor. Bosib qo'ysanglar, xudo xolasa, ketki apparatlarni men sizga shaxsan o'zim chiqarib beraman. Kuningiz xayrli o'tsin, sog' salomat bo'linglar.